Muhabbatda haqiqiy oromi bu islomda. Bu sevgi muhabbat bir Yahuddan yoki Nasroniydan yoki O'risdan bizlarga ko'chib kelib qolgan muhabbatni madaniyat emas. Haqiqiy islomiy madaniyat Payg'ambar alayhisalomdan bizlarga qolgan meros bo'lib, Payg'ambar alayhisalom Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhudan ya'ni bizlarga mu'minalarning onasi bo'lgan Oysha roziyallohu anhu Rasul sallallohu alayhi vasallamda shunday deb turganlarini eshitdim degan hadis. Ya'ni qala Nabiy alayhisalom xayrukum li ahlihi, ya'ni sizlarni yaxshilar o'z ahlilariga bo'lgan yaxshilar, o'z ahliga yaxshi bo'lganlarning ichida yaxshirog'i menman dedi Payg'ambar alayhisalom. Shuning uchun biz xotinni uradigan o'g'il boladan emas, zalga borib kuchini ko'paytirib ularga baqirib qiyqiradigan, zulm qiladigan o'g'il boladan emas, haqiqiy ayolga bo'lgan muhabbatni o'rnagini Payg'ambar alayhisalomdan olamiz. Bizga o'rnaydi eng yaxshisi Rasulullohdalar. Shuning uchun biz Payg'ambar alayhisalomdan mana bu o'rnaydi olishlikda ayolga bo'lgan munosabatimizni sunnatga muvofiq qilamiz. Shunday bir munosabatda bo'lasizki, bugundan boshlab bu ayolga zulm qilmaysiz. Bu ayolga chiroyli muomalada bo'lasiz. Fahish so'z bilan gapirmaysiz. Qala Nabiy alayhisalom ya'ni aytdilarki, Payg'ambar alayhisalom an nikahi sunnati faman rag'iba an sunnati falaysa minni. Bu nikoh meni sunnatim. Buni kim inkor qilsa ular bizdan emas dedi. Shuning uchun abg'azul halali ilalloh talaq deb yana bir hadislarda tasdiqladiki, ya'ni mana bu ayolni taloq kalimasini ixtiyori bu sizning qo'lingizda. Bilib qo'yingki, taloq kalimasi bu ayolning tarbiyasi emas. Bugungi kunda biz erkaklarimiz onangni uyga borib 6 da kelmasang talaqsan, amakini to'yga borib qo'ysang talaqsan, xoling bilan muomalani uzmasang talaqsan. Bu rijolning madaniyati emas. Bu eng zaif, Allohdan qo'rqmagan, Allohning rahmatidan yiroq bo'lgan odam ayolga qurol qilib taloq kalimasini taqalatib o'radi. Taloq kalimasi bu haqiqiy rijollarning madaniyati emas. Haqiqiy polvon, Alloh va Rasul yo'lida yurgan haqiqiy rijol ayoliga bo'lgan munosabatini sunnatga muvofiq qiladi. Bu ayolni sevadi. Shunday bir muomala qilingki, mana bu malikangiz siz nafaqa ahliyoni ko'chaga ado qilib chiqib ketsangiz, meni sultonim nimaga xayrlab qoldikin, nimaga kechikib qoldikin deb sizni muhabbat ila kuchligiga siz shunday bir aloqa qilingki, bu ayol bir umr sizni sevib, mana shunday kutib yashasin inshaalloh. Mana shuni Payg'ambar alayhisalom buyurdilar. Haqiqiy polvon, haqiqiy rijolning madaniyati inshaalloh ayoliga bo'lgan nima yaxshi munosabatda bo'ladi. Ertaga mana bu ayolni Payg'ambar alayhisalom yana bir hadislarda aytdiki,